Privetik qizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan biza mini vlog olamiz. Mini vlog olgim keldi. Озвучка bergim kelgani uchun ham озвучкалab boraman. Like va подписка bosib qo'ysanglar, biza bu videoni boshlaymiz. Qanimda ko'p birinchi o'rinda tahorat topib chiqdim. Ya'ni ustozim Qur'on o'qib turgan dedilar. Endi biza 30-paradan boshlaymiz, chunki 30-parada kichkina suralar bor. Yaqinda boshladik. Yaqinda muallimni soni tugatdim. Ana endi bu kiyim bo'lmasligi uchun ro'mol bilan uzun yengli kiyimni kiyib oldim. Ana endi bemalol chiroyli qilib o'qisam bo'ladi. Qur'onni olamiz tepada turadi, конечно. Teskasini qo'ygan ekanman va yubka ham kiyib oldim. Mana endi bismillah deb Qur'onimizni o'qishni boshlaymiz. Shu suralarni, kichkina suralarni o'qiyotgandim-da. Mana o'zim shunaqa xursand bo'laman Qur'on o'qiyotganimga. Bu voshshi mechta-da. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على كبير سعادتي Va ana sizlarga o'qiganimni yaxshi ko'rsataman, chunki videoda o'qish g'alati bo'lar ekan. Xullas o'qib bo'ldim. Mana kiyim almashtirib olib, akam bu yerda gilos ovatdilar. Конечно, o'zlariga endi ish qilishga birinchi o'rinda kuxnyani tozalashim kerak bo'ladi. Lekin birinchi o'rinda nima qilamiz? Bodringga bo'lamiz. Bodring yaxshi ko'radiganlar kommentga yozarsan. Bu yo'lani qilib bo'lgan edim kecha. Kecha ham tozalashga ulgurdim-da. Bu yo'lani ham xullas hamma kuxnya bebilar artib bo'lgan. Va bu qora stol ham artib bo'lgan. Mana shu barda ko'p qopdi, lekin bu yo'lni artmaganman va xojinlik ham tozalamaganim uchun bugun sizlar bilan tozalaymiz. Qaranglar, nimalar topib oldim. Xullas televizor xonadan chiqib qoldi. Gerbli, shishali bir narsa ekan. Xullas nimaligini bilmadim-u, xullas chiroyli narsa ekan va shuni otsam, agar menga ot turgan taraf tushsa ish qilaman dedim, lekin shu tushib qoldi. Videoga olishdan chiqib ketibdi. Xo'p, xullas otish boshladim. Shundoq ham qilishim kerak edi. Baribir hamda omadim sinab ko'rdim. 3 martada ham ot tushdi. Qilishim kerak bo'lgan ish doim qilaman, конечно. Bo'shatib oldim xojinlik polkalarini. Endi ularni yuvib olamiz. Polkalarini. Qo'lim, buzuk, gel, popit, xullas nimadir bo'ldi. Mazg'ava deydimi, xullas artib ham bo'ldim. Sizlarga uncha yaxshi ko'rsatganim yo'q, chunki doim xojinlik artganimni ko'rsataman. Shuning uchun ham ko'rsatmadim. Ko'chada озвучкаlayotganim uchun ham g'alati ishlayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu stoldan ustini ham qilib olamiz. Tadam, yig'ishtirib oldim. Yig'ishtirganimni ham olgim kelmadi. Doim olaman. Ana endi men bilsanglar kapilka yasaganman. O'sha kapilkani part 2sini qilamiz degan. Oyman menga yasab ber dedilar. Oyimga ham yoqib qopti. Juda ko'plar yasadi. O'zimga ham yoqdi. Qatta bunaqa ideya etsam, shunaqa o'z kapilkalar bo'ladi. Bilasizlar, sotishadi. Sotib olgandan ko'ra yasaganimni yaxshi deb, xullas yasaganim. Xullas oyimga ham yasab bermanman. Oyimga oppoq bo'lishini va nejniy bo'lishini xohladilar. Shuning uchun ham qog'ozdan foydalandim. Bir tarafi chizilgan bo'lsa ham yopishtirib. Birinchi uni kleyda yopishtirib chiqamiz. Bu video озвучкаlanmaganda faqat g'alati gapirib tashlaganim uchun озвучка berdim. Juda ko'p gapirgan ekanman. Like va podpiska bosinglar degandirman-da. Xo'p, endi shunaqa qilib kleylab chiqamiz davomman. Mam chetlarini, og'izlarini qo'shilab chiqdik. Sizlar ham yasab ko'ring, juda ham zo'r narsa. Endi chetlarini qo'shilab chiqaman. Kleylab oldim. Kley yaxshi yopishmadi. Shuning uchun ham endi nima qilamiz? Qo'shlaymiz. Chetlarini qo'shilab ham chiqib bo'ldim. Chiroyli chiqdi, najeyus. Endi mamtini teshamiz, ya'ni pul so'radigan eng kerakli joyini. Va ko'chada озвучкалаш juda shovqinli bo'lar ekan. Uzr. Chunki hovlini supurmoqchi edim, o'z озвучкалab qo'yi, hovlini supurgimcha video saqlanib bo'lib turadi dedim-da. Qaranglar, ichiga tushib ketdi korobkaniki. Ichida ko'rinadi, qaranglar. Ofigeyt. Ichidan pullarni ham ko'rsanglar bo'ladi, kamerani shunaqa kirgizib. No nice. Oyim unaqa bezaylar, berishni xohlamadilar. Men bilasizlar, nakleykalar bilan yopishtirib tashlagan. Oyim dumaloqchalar emas, osonroq bo'lsin deb kattaychalik qildilar. Lekin bu juda yaxshi fikr. Oyimniki более estetikniroq chiqdi. Meniki esa juda cute chiqqan. Qaranglar, estetika bo'ldi. Oxirigacha ko'rsatmadim. Esimdan chiqib ketibdi. Qo'shiversam bo'lardi. Esimdan chiqdi-da. Hozir u kapilkani topib videoga olishga erinmayman. Xo'p, xullas endi botlarni yig'ishtiramiz.
Tadam! Yaxshida ham ko'rsatmaganman. Xullas oyim sonlar yozib chiqdilar. Oyim 5 ming, 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 minggacha qildilar. Ammo 80 mingga qilib tashlaganman, lekin voshim yig'olmayapman. И chipslar, вот chips yeyapmiz. Xullas, всем пока. I love you, my